Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Mana bugun 20-iyun yoz oyini 1-oyini 20-kuniga ham yetib keldik. Mana dezinfeksiya jarayonlarini ko'rsataman deb obunachilarimizga va'da bergandik, so'rashgan edi. Hozir boshidan boshlab ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Yo'lga 10 ta mashinada go'ng olib keltirildi. Go'nglar solinib, yuvilib, dezinfeksiya jarayonini ham yana bir ko'rsatamiz hozir. Mana bu tandon issiqxonamizga ham go'ng solindi. Go'ng solgandan keyin bunaqa sholipaya qilib katta qilib olib, uni misol kamida bir 4 soat suv oqizilyapti. Bunaqa qilib yuvib yuborilgandan keyin imkon bo'lsa biogomuz solgan ma'qulroq. Endi yo'q bo'lsa go'ng solgan bo'ladi, lekin faqat обязательно 1 oy kamida u qizdirilishi kerak. Tepadagi salafan ham yopilib, pastdagi salafan ham yopilib. Bo'lmasa qulpinoga go'ngda zarar yetib qolishi mumkin. Infeksiyani hech bo'lmasa 2 yilda bir marta qilishni tavsiya qilaman. Sababi qayta ishlatilgan joyda zararli narsalar ko'payib ketadi. Suvlarni choqib, pastga solib qo'yib chiqyapti. Buning ichida foydali ham, foydasiz ham hamma mikroorganizmlar o'lib ketadi, lekin bu tomonni hisobga olasizlar. Mana bu yuvilgan holat. Endi setkalarni olib, salafanlarning atrofi hamma dimlanadi. Sholi to'pon solinadi. Bu ishlar ancha mashaqqat, sabr va rasxodga chidagan odam qiladi, lekin qilsangiz yaxshi bo'ladi. 2 yilda bir marta, xudo xolasa. O'tgan yil qilmaganlik natijasi bilindi, bu turgili qilgan edik. Shunga qilishni tavsiya qilamiz. Agar tuprog'ingiz yaxshi, drenajlar yaxshi bo'lsa, oddiy suv bilan ham yuvib qo'ysangiz bo'ladi, lekin tomondan kelgan issiqxonamiz yopildi. Lekin tepalarini yopib yurishgan yo'q. Tepa qismlari ham endi yopiladi. Yulinmagan qulpnoylarimiz. Kingsbury. Hali mana mevasi bor. Kingsburyda shunaqa ustunligi bor. Issiqqa ham chidamliroq. Bu kulishlarga yaxshi desak, meva beraveradi. Videoni boshlagan joyimga yana qaytib keldim. Bu kichkina 2,5 sotiklik hisobda o'zbekcha tandon issiqxonasida endi. Oldin ko'rgansizlar buni. Mana alohida edi. Buni yana bitta joy qo'yganmiz. Bu stilajlarimiz. Meva olyapmiz o'zi bulardan. Mana shunaqa holat. Bularda ham oldi endi yopiladi. Oldi qismlarini yopib, eskilarni hammasini o'zingni qaytarib yopdik. Oldi qismlarini yopib, endi inshaalloh dimlaymiz. Mayli tanijonlar, sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Ko'chatlarimizni eslatib qo'yaman. Bu yil xudo xolasa Kingsbury Solheim F2 bo'ladi bu yil. Keyin Albion Murano bo'ladi. Hammasi kokosda bo'ladi, xudo xolasa. 40 talik katta kasetada bo'ladi. Ayrimlari ozgina miqdorda 48 talik kasetada. Ertaga inshaalloh ko'chatlarning holatini ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Mana bugun 20-iyun yoz oyini 1-oyini 20-kuniga ham yetib keldik. Mana dezinfeksiya jarayonlarini ko'rsataman deb obunachilarimizga va'da bergandik, so'rashgan edi. Hozir boshidan boshlab ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Yo'lga 10 ta mashinada go'ng olib keltirildi. Go'nglar solinib, yuvilib, dezinfeksiya jarayonini ham yana bir ko'rsatamiz hozir. Mana bu tandon issiqxonamizga ham go'ng solindi. Go'ng solgandan keyin bunaqa sholipaya qilib katta qilib olib, uni misol kamida bir 4 soat suv oqizilyapti. Bunaqa qilib yuvib yuborilgandan keyin imkon bo'lsa biogomuz solgan ma'qulroq. Endi yo'q bo'lsa go'ng solgan bo'ladi, lekin faqat обязательно 1 oy kamida u qizdirilishi kerak. Tepadagi salafan ham yopilib, pastdagi salafan ham yopilib. Bo'lmasa qulpinoga go'ngda zarar yetib qolishi mumkin. Infeksiyani hech bo'lmasa 2 yilda bir marta qilishni tavsiya qilaman. Sababi qayta ishlatilgan joyda zararli
narsalar ko'payib ketadi. Mana suvlarimiz oqib, u pastga solib qo'yib chiqyapti. Bunun ichida foydali ham, foydasiz ham hamma mikroorganizmlar o'lib ketadi, lekin bu tomonni hisobga olasizlar. Mana bu yuvilgan holat. Endi setkalarni olib, salafonlar atrofi hamma dimlanadi. Sholi to'pon solinadi. Bu ishlar ancha mashaqqat, sabr va rasxodga chidagan odam qiladi, lekin qilsangiz yaxshi bo'ladi. 2 yilda bir marta xudo xolisa. O'tgan yil qilmaganlik natijasi bilindi, bulturgili qilgan edik. Shunga qilishni tavsiya qilamiz. Agar tuprog'ingiz yaxshi, drenajlar yaxshi bo'lsa, oddiy suv bilan ham yuvib qo'ysangiz bo'ladi, lekin tomondan kelgan sifxonamiz yopildi. Lekin tepalarini yopib ulashgan yo'q. Tepa qismlari ham endi yopiladi. Yulinmagan qulpnoylarimiz. Kingsbury. Mana mevasi bor. Kingsburyda shunaqa ustunligi bor. Issiqqa ham chidamliroq. Bu kulishlarga yaxshi desak, meva beraveradi. Videoni boshlagan joyimga yana qaytib keldim. Bu kichkina 2,5 sotiklik hisobda o'zbekcha tandon issiqxonasida endi. Oldin ko'rgansizlar buni. Mana alohida edi. Buni yana bitta joy qo'yganmiz. Bu stilajlarimiz. Meva olyapmiz o'z bulardan. Mana shunaqa holat. Bularni ham oldi endi yopiladi. Oldi qismlarini yopib, eskilarni hammasini o'zini qaytarib yopdik. Oldi qismlarini yopib, endi inshaalloh dimlaymiz. Mayli tanijonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Ko'chatlarimizni eslatib qo'yaman. Bu yil xudo xolasa Kingsbury Solheim F2 bo'ladi bu yil. Keyin Albion Murano bo'ladi. Hammasi kokosda bo'ladi xudo xolasa. 40 talik katta kasetada bo'ladi. Ayrimlari ozgina miqdorda 48 talik kasetada. Ertaga inshaalloh ko'chatlarning holatini ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Salqin joyda haroratimiz 36 daraja. Salqin mana. Endi issiq joyda ko'ramiz. Beram ola ko'lang. Salqin. Haroratimiz 38 daraja. Salqin joyda ana. Oddiy holatda mana tashqari 47, ichkari 42 turibdi. Hozir mana bu yerda ichkari 42, tashqari 47 oldi. Endi issiqxonani boramiz. Hammom. Hali buni yana tepasini yopganimiz yo'q. Harorat. Yalloh. Ichkari bo'lib ketibdi. 50 gradus tuttu. Graduslar hash bo'lib ketibdi. Necha ekan bilmayman, uni maksimusini 69, 59 turibdi bu. Out ichkarisi maksimal necha ko'rsatadi bilmaymiz. Endi buni hozir modelidan bilib olamiz, boricha necha ko'rsatishini. Shunga qarab turib bilib olamiz. Lekin hozir kamida bir 70 gradus bor ichkari. Ertaga inshaalloh bu tomonlarni bekitamiz, shu bilan harorat to'liq holatga chiqaramiz inshaalloh. Mayli tanijonlar sog' bo'lsin. Mana ko'rsataman degan narsamni ko'rsatdim. Hozir soat 21 iyun soat 3. Tanijonlar sog' bo'lsin.